Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Bugun 20-may Qibray tumani, Toshkent viloyati Qibray tumani Mayskidan Chezgan fermasidan sizlarga video obzor qilamiz. Mana katta mol so'raganlarga katta moli bor. Anaqa ikki mol jersey degan bor. Mana limuzin so'raganlarga mana limuzin original turibdi. Mana limuzin so'raganlarga. Mana limuzin. Anaqa sementallar bor, shoxli variantlaridan. Mana bitta ko'rsataman xohlasanglar, mana qilib qiziqqanlar bo'lsa, yoqqan bo'lsa, video yoqqan bo'lsa, like, kommentariy, obuna bo'lib ketib eshikdan chiqmasin. Mana bunaqa shoxli variantlardan gigantlaridan bor. Mana bunaqa gigant, bu parodasini bilmadim-ku. Mana kattaligini ko'rasizlarmi? Mana, mashalloh. Bunaqa shvet. Bunaqa bilmayman, qanaqa rang. Rangi ham g'alati rang ekan, lekin zo'r ekan. Mana kattalar yotibdi mana. Mashalloh. Kimga qiziq bo'lsa, 93lik, 4ta 2, 3ta 5. Shunda qancha necha bo'ladi? 222, 25, 55 nomerga telefon qilsanglar, aloqa qilsanglar. Mana shu anguslar ham sotuvda, hammasi sotuvda mana. Kimga qiziq bo'lsa, borib boqadiganlardan. Shahriyor mana ukamiz mollarga sug'arib, mashbollar mashmollarga qaraydi kelganidan ketganligicha. Yerga xizmatda yuribdi mashbollar. Mana semental so'raganlarga to'qol zavodskoyi, formulani qarang, figurani qarang. Qiziqqanlar bo'lsa, hali bu buzoq ovoz chiqyapti, ko'rdingizmi? Shahriyor ichkaridan olib chiqib kelgan mollarni. Shahriyor ichkaridan olib chiqib kelgan mollar mana Greenford tozasi, to'qol variantidan. Boqaman deganlarga mana tonnalik qilib boqaman deganlarga mana shuni olib boqsa bo'ladi. Hali boqiladiganlar bo'ladi. Unaqa semiz emas, so'yadigan emas-da. Atak so'ysa ham bo'ladi. Bu katta qilaman deganlarga yaxshida mana bunaqalardan ko'rasizlar mana. Korobkani qaranglar, hozir tepasidan olib beraman sizlarga mana shu molni. Mana shu mol tepasidan olib beraman sizlarga. Orqa tomoni. Mana. Kimga qiziq bo'lsa, mana chiqib kelyapti Greenfordlar mana. Zo'rlaridan so'raganlarga. YouTube kanaliga qo'yiladi, Instagramga qo'yiladi. Biz ham endi boshlayotgan mana shunaqa fermamizdan obzor chiqarib turamiz. Har kuni har mol keldi, ketdi, soatda qanchaga ketdi, nechtasi baraka bo'ldi, hammasini chiqarib turamiz. Obuna bo'lsanglar, Instagramga ham Chorva bozor latinskida yozasizlar. Mana shunaqa chiqarib beraveramiz, xudo xolasa. Hammasi narx-navosi bilan, kelgani, ketgani, narx anaqasi, baraka. Mana mollar. Mashalloh. Mana bunaqalardan ham bombashan. Kattaligini qarang mana. Mana mollar. Qancha kerak bo'lsa kelaveradi. 24 soat, oka. Shahar 24 soat telefon qilsanglar, lokatsiyasi tashlab beriladi. Xohlasanglar uzoqda bo'lsanglar, Qashqadaryo, Surxondaryodan bo'lsanglar, endi O'zbekiston uzoq tomonda bo'lsa, bitta olib chiqib, rasm videoga olib, bo'ylarini o'lchab tashlab beradi. Yo'qsa, baraka qilib, dastavka tekin O'zbekiston bo'ylab asfalt tugagancha dastavkamiz bor. Mana. Soyada turibdi, mana bunaqalar nima deyapti? Mana bunaqa kalmikskilar ham bor, xohlasanglar. Rossiyadan kelganlar hammasini. Mana. Yo'qda ichkarida mol bormi yana? Olib chiqqan eshikdan keyin men yoqdan chiqargan olib turaman. Mana. O'sha semental sotilgan. Qaysi semental? Qizlar. Qizlar sotilganmi? Necha pulga sotildi o'sha? 34 million sotilgan. Qaysi semental? Ani bo'y uzunmi? Shox uzun. Sementalmi? Hozir ko'rsataman. Kilosi necha kilo kelganda? 650 kilo keladimi? 650 kilo.
Mana simentog'im sotilgan ekan, akalar, shoxli variantni ko'rasizlarmi? Mana. Nechi pulga sotildi? 34 million sotilgan. Mana chiqib kelyapti bola. Tomosha qilasizlar. Mana yoqda qol limuzin ham bor ekan, chiqib kelyapti ochgadi. Chiqmay qoldi, qaytib ketdi o'zi. Kelaverasizlar. Telefon raqamlarini qo'yamiz. Dastavka O'zbekiston bo'ylab tekin. Mana limuzin o'tib ketib qoldi-dan, orasida ko'rinmay qoldi. Mana sementol shoxli variantlari. Mana Greenford. Mana Simen. Mana sementol shoxli variantlari. Mana mola chiqib ketdi. Boqaman zo'ron deganlarga mana limuzinlar ham bor mana. Naryoqda ko'rinmay qoldi limuzin, mana hozir ko'rsataman. Mana limuzin. Mana Mickey Mouse shoxli variantlari, Greenfordlar chiqib kelyapti mana. Mana sementol qadek shoxli sementol. Endi keyingi qo'ramiz, mana yerda keyingi qo'ramiz. Bular kichkinalaridan. Mana choylardan, to'qollardan bor. Bu kichkina patsot boqiladiganlardan, kichkinalardan. Mickey Mouse'lari bor, anguslar bor, har xildan bor. Abrikol bor. Shoxli variant anguslar bor, shoxsiz original anaqalar bor. 100 talik anguslar bor. Burchakda turib, hozir shuni olaman, angusni. O'zingizlar baho beringlar. Agar original bo'lsa, kommentariyga yozib ketinglar, original emas. Mana Mickey Mouse ham ko'rasizlar mana. Mana Mickey Mouse. Mana sal boshida oqi bor ekan, bu ham Mickey Mouse deb hisoblaymiz mana. Toza oqadan ko'rasizlarmi? To'rt burchak. Mana Mickey Mouse zo'r. Uzoq qara. Mana 100 talik Mickey Mouse, 100 talik angus. Mana turg'izga mana shuni boshlarini ko'rsatgan, kichkina bosh. Mana angus. Tuxum bosh. Mana angus, original. Buzoq hali 4 oy, 5 oylik buzoq. Mana orqa tomonni ko'rsataymi, mana orqa tomoni. To'rt burchak. Kimga qiziq bo'lsa, kelaverasizlar. Toshkent viloyati Qibray tumani Mayskida joylashgan fermamizdan. Qo'yamiz videoni, mana ham bitta angus bor ekan, mana bu yoqda. Mana 4 ta angus, 4 ta Mickey Mouse'larimizdan bor. Kelaverasizlar. Mana angus. Mana Greenfordlar. Stoykani qaranglar, stoykani. Limuzinni haydagin, limuzin ham bor ekan, kichkina limuzin bor. Kimga kerak bo'lsa, limuzinimiz sotiladi mana. Mana limuzin, qichig'i. Mana. 25 million. Videoga qarab ko'rinyapti, yaxshi ko'rinmayotgan ekanda, videoga borib, quyosh chiqayotgan ekan. Aka? O, 25 million ketaveradi. ketaveradi, ha? Mana. Narx-navo bor-ku, hammasi kelishgan holda, kelganingizdan keyin gaplashib, bu yerdan hech kim molsiz chiqib ketmagan. Hammasi cho'tki bo'ladi. O'zbekiston bo'lib dastavka tekin. Hozir g'unajinlar ko'rsatamiz. Ikkita g'unajin, bo'g'oz g'unajimiz bor, keyin qochma, boqma g'unajinlar bor. Ko'rsatamiz hammasini. Mana bu yoqqa g'unajinga o'tamiz. G'unajinga o'tamiz. Mana bu qanaqa g'unajin? Kim biladi? Hangisi g'unajin bo'ladi? Mana har xil g'unajinlardan bor. Bu g'unajin narxini men o'zim bilaman-da, aytganda menga. Sizlarga g'unajin aytaman, hozir narx-navoni 13 milliondan 17 milliongacha ikkita g'unajini bor. Quyuq suvi oladigan bo'lsa 14 milliondan silab beriladi. Quyuq suviga. Mana. Kimga qiziq bo'lsa, telefon nomerlarini qoldiramiz. Serviskan fermasi Qibrayda, Mayskida. Mana mollari, yemlari, boshqasi. Mana shu mollarga hammasi kuniga 2 mahal qaralib, yemigacha solinadi. Bug'doy yorma, jo'xor yorma, silos bilan boqiladi. Kelaverasizlar. Dastavka tekin, mana mashinalarimiz bor. Isuzu deysizmi, Lehkovoy deysizmi, uzoqda bo'lsa bundan kattalari ham kelib ortlashaveramiz. Bu O'zbekistonda birinchi ochilgan
chorva market deydi-yu, chorvani marketi короче. 24 xohlagan paytingizda kelasiz, ishingizdan keyin misol uchun kimdir davlat ishida ishlaydi, kimdir smenada ishlaydi misol uchun. Kelasiz, soat 6 dan keyin kelasizmi, 5 dan keyin kelasizmi? Molni tanlaysiz, pulni berasiz, uyingizga boradi, orqangizda molingiz boradi. Olib ketish, olib ketish degan narsalar yo'q. Dastlabki tekin bizda. Mana bu yerda gigantlardan ham bor. Mana. Kimga qiziq bo'lsa, mana. Faqat iltimos, biz endi boshlagan kanalimiz ochilganiga hali 1 oy bo'lmadi. Nu, qo'ldan kelgancha harakat qilamiz, shu sizlarga yaxshi mollar chiqarib, mana shunaqa narsa qilib, o'zimizga obunachi yig'ish. Obuna yiqqandan nima maqsadda? Obuna yig'ish maqsadimiz mana shu xalqimiz mol qanchadan kelyapti, qayerdan kelyapti, qanaqa narxda kelyapti, qanaqa narxda sotilyapti, hammasini ko'rsatib borishga harakat qilamiz, xudo xolasa. Mana buzoqlardan so'raganlarga buzoqlar ham bor mana. Mana shu buzoqlar hammasi sotiladi. Kelishgan holda. Короче, bu yerda molim fermamizda buqachalarimiz 11 milliondan boshlanadi. 11 milliondan boshlanadi. 45 milliongacha mol bor. 45 milliongacha. Mana bunaqa limuzin kichkinalari kelganda, semental, limuzin, semental. Buzoqlar bular hali keladi. Obunachilar buzoqlar. Mana shular mana bunaqa bo'ladiganlar sortidan mana. Kelaverasizlar, xudo xolisa. E'tibor uchun, like uchun, obuna bo'lganlar uchun rahmat hammaga. Yaxshilikni ko'rishinglar. Xudo xolisa videolarimiz, boshqalarimiz doimiy bo'ladi. Hammaga sog'lik, salomatlik, yaxshilikni ko'rishlik nasib qilsin. Sog' bo'linglar. Videomiz tamom.